Assalomu alaykum barchaga, hurmatli aka-ukalar. Mana bugun Xudo xolasa Samarqand viloyati Pazdarg'om tuman Samarqand sovxoz, ya'ni Jalol akamizning xonadonidamiz. Hurmatli aka-ukalar, mana shu Novoschi hamda mana shu Shvit g'unojin sotiladi aka. Hali boyaga yetmagan, adashmasam shu 1 yashardan oshdan. Ha, shunday. 18 bo'lsa, 18 hali tishib yo'q hali. 18 oylik bo'ldi. Yo'q aka. Boyaga yetmabdi, buzmabdi-da. 14 oylik. 14 oylik ekan mana. Mana bunisichi? Bu ham shay ikkovi. Ikkovi bir xil narsa, ha. Orqa kengliklariga e'tibor beraylik. Jalol aka, yaxshimisiz? Yaxshimiz aka. Assalomu alaykum. Bormang aka. Dehqonchiliklar sotyapsiz. Ha, nasib bo'lsa ishlagan. Nima yemishyapti aka bu? Endi bunga gada-gada kepak bilan kinjara berib turibmiz. Kam-kam ho'kizlar buqa kelsa, siylar buqa kelsa ho'kizga qo'yamiz deb. Orliqda. Orliqda. Ketak itlanib qolibdi. Xolasa boqish qolsin, xolasa orliq qolsin. Hali buzov lekin. Aha. Yaxshi molchi. Necha qilib beramiz buni? Endi bilmasam endi. Ishtahasi zo'r-a? Ishtahasi javob aka. Ha, bir oyga javob beraman mo'lo. Mana akalar. Holati juda ham zo'r. Tekis ekan, shu g'anojin ham zo'r ekan. Buni ayting narxini, kelishtirib ayting xalqqa. Yaqinroq qilib aytavering, shu sotiladigan. Birdan sotiladigan qilib aytaman aka. 29 deyman. Siz obunachilaringiz aka. O'ting yana bilan. Savdosi bor ekan, savdosi bor. Mana 29 million so'm baho qo'yilyapti. Savdolari bor, kelishtirib beraveradi. Gazgacha gazlaygan. Buni otasi, onasi qanday aka? Aka, o'zim kelajagini ko'pchilik so'raydi baribir. O'zim oluvdim, mesni kattasi edi bolasi. Shu unda nima deyman, zo'r mesis edi bolasi. Ha, rossiyaski, pasiyaski degan foydasi. Balki rossiyaski. Lekin aslida katta zo'r edi bolasi. Onasi kattamidi? Onasi aka, onasi 1 yillikdan baland siydi. 1 yillikdan baland? Ha, endi o'sa ekanda, u deb. Ha, aka. Hurmatli aka-ukalar, ko'rib olsin, tamom. Ko'rsa bilan aka. Mana hurmatli aka-ukalar, hozir chopyaptimi buni? Ha, aka, chavoz. Hozir molga chopyapti ekan. Gazga gazli ekan, holati zo'r, bo'yinlari hamma joyi ekan. Mana akalar. O'ta kuchli Novoschi ekan. Orqasi kengayishganda, stekasi yaxshi. Nasib bo'lsa, yana kelishtirib beramiz. Ha, aka, kelishtirib beramiz aka. Mana bunisiga o'tamiz. Mana akalar. Bu g'unojin shu 14 oylik dedingiz, ha? Ha, shunday. Lekin nima bo'lganda ham men sigir qilaman degan akalar shoshilib qolamiz. Molni o'ta go'zal, o'ta ajoyib mana shu bo'ladi aka. Mana orqa shalvirlariga e'tibor beraylik akalar, mana orqalariga. Kengishligiga qarang. Mana g'unojin zo'r akalar, mana ko'ryapsiz-a? Shvit sifat yeliniga ko'ryapsiz-a qanday? Bo'ladigani boshidan ma'lum deydi, xuddi shunaqasidan qochmagan g'unojin. Navosi zo'riga qo'ysalaringiz bo'ladi. Nasib bo'lsa, aka, buni firmada olganmiz. Qochmaganini digasi ham biz ham bilmaymiz dedim. Lekin yaxshi mol. Hali tekshirtirganimiz ham yo'q. Qochmaganini yo'q, bilmaymiz. Lekin hali yo'q deganingizga, ha, men qo'ldan qo'yganimiz yo'q endi. Mana. Apparat qo'yganingiz yo'q. Yo'q, hech nima qilganimiz yo'q. Mana shu. Pul kerak bo'lib qoldi, sotyapmiz. Bu uyda turuvdi. Buni bir oy oldin oluvdim, mol qilamiz deb. Endi chiqib beramiz buni aka. Kelishtirib aytavering, qochirmasdan shu yaqinroqqa. Aka, shu birdan yengil qo'yaylik buni. 26 million qo'yamiz aka. 26? Ha. 26 million baho qo'yyapti. Kelib ko'rsin, ko'rib molga baho berib olaveradi. 26 million baho qo'yyapti. Hurmatli aka, kelaverasizlar.